Bolaligimdagi eng sevimli bulochkalardan bittasi aynan shu bo'lgan. Hozir kremi chiqadi deb butun boshli bulochkani yeb tugatib qo'yardik. O'sha nostalgiyani hozir takrorlaymiz. Iliq sut, shakar, 5-6 qoshiq un, barchasini aralashtirib 15 daqiqa issiq joyga olib qo'yasiz. Aparamiz tayyorman deb bir qillab chiqdi. Bitta tuxum chaqib, shakar, sariyog', tuz, vanil, unni qo'shib yaxshilab aralashtirasiz. Har doimgidek avval venchikda, keyin esa qo'lda. Qo'lingizga yopishmasligi uchun bir osh qoshiq yog'da ishlov bersangiz bo'ladi. Oshib chiqqan xamirni zuvalalarga bo'lib, xuddi videodagidek takrorlaysiz. Qo'lingiz bilan imkon qadar kattaroq ochib, ikiga buklab, patnisga terib chiqing. Iliq joyda 20 daqiqa tindirib, ustiga tuxum sarig'i sut aralashmasini surib, pechda pishirib oling. Qarabsizki, voila, yumshoqqina bulochkalarimiz tayyor. Bolajonlarimga bulochka qilgunimcha oq ko'ynagini cho'rni beli qilib ketdi. Hamma oppoq ko'ynaklarni kirmoshinaga bittada solib, ustidan sinalgan, sifatli bo'lgan Talla Luxe'ning kislorodniy очистителini qo'shdim. Narxi ham yonbop, sifati a'lo darajada Talla Luxe uy bekalari tanlovi. Ana endi bolajonlarga bulochkani kelgan joydan davom ettiramiz. Krem retseptini to'liq qilib opisaniyada yozib qoldiraman. Albatta tayyorlab ko'ring. Bu siz qidirayotgan ta'm.